Assalomu alaykum Ko'ksaroy savdo majmuasi obunachilari. Furada vagonda kelgan tovarlarimizni xudo xolasa yangilangan narxlar bo'yicha bugungi videomizda to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalom. Ahmadjon yaxshimisiz? Sardor aka, yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Salomatsizmi? Assalomu alaykum. Bizlar kuzatib boruvchi obunachilarimiz, ichidagi xaridorlarimiz hammalarga kunlar xayrli bo'lsin. Mahmudjon yangiliklardan kecha bilan ma'lumot tushirganmiz. 4 ga 14 strapilarimiz. O'tgan safar eslasangiz bundan kiloda yengilroq qoladi. Bu ham o'sha yangi partiya, u ham o'sha tugayapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa. 4 ga 14 minisovoy. Bu deganim 4 ga 14 ko'rsatadi. 308 dan 4 ga 14 gacha ko'rsatadi. Xo'p, narxlari 135 ming so'm beryapmiz. 135 ming so'm. Keyin 100% sasna. 100% sasna. Hali metda vagonda kelgan taxtalar tugadi shunda. Vagonda kelgan taxtamiz o'sha yarmi tugadi, orqada yarmi qoldi. Xudo xolasa. Mana holatlarni ko'rsataverasiz, behijolat narsa. Mana akalar yon 100% sasna. Ichida egilgani, bukilgani, sinig'i, chirik kaltasi yo'q. Xudo xolasa. Bu ham yaxshi narsa, zo'r. Yaxshi odamlar yaxshi suyadi. Keyin Mahmudjon, mana yangiligimiz 6,5 3,5 lik rekamiz ham chiqdi. Bu shipr reka bo'ladimi? Shipr reka. Qalini 3,5, eni 6,5, uzuni 6 metrlik. Keyin Mahmudjon bular ichi qatorli. Mana 36 metrdan ichi qatorli. Ichida siniq chirik kaltasi bo'lmaydi. To'ralar tomonidan ham ko'rinib turadi, eng qizig'i. Xudo xolasa. Ular narxlari 8,5 ming so'm beryapmiz. 8,5 ming so'm. 8,5 ming so'm. Bruslarimiz bir qator nima qiling, o'tkazib ko'rganingizda ancha pasaydi mana. Xudo xolasa yana savdosida, yana tepada ham bor. 215 ming so'm, ulgurjiga 213 minggacha tushib beryapmiz. 213 ming so'mgacha tushib beriladi. Listoy tugadi. 5-20 eslaysiz, men aytdim. 20 ta katta bor edi. U tugadi. Ahmadjon. Xo'p. Mana u ham shu boshlandi, xudo xolasa. Xo'p, 4 ga 11 minisovoy. Xo'p, 66 ming so'mdan qilib beryapmiz. 66 ming. Buni eslasa 68 ming chiqarganmiz. 66 ming so'mdan tugatishga qo'yib yuboryapsiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Mana bu narsa ham o'tgan safar kelganingizda ko'p keladi. Ancha ko'p edi bu ham. Xo'p. 32 ga 11 lik. Qalini 32, eni 11, uzuni 4 metrlik. Ularda 58 ming so'm, 57 ming so'mdan qilib beryapmiz. 57 ming so'm. Xudo xolasa maqsad tugatishga akalar, narxlariga chegirma bo'lyapti. Amjon, mana bu taxtamiz ham o'tgan safargi videolaringizda ko'proq edi, o'sha mana tugayapti, sekin ketyapti. Nolovcha. 44 ga 17. 175 ming, 173 ming so'mgacha qilib beryapmiz. 173 ming so'mgacha tushib. Bu hunarmand akalarimiz uchun, xudo xolasa. Xo'p, 44 ga 17, bu mana 44 ga 14 bor. Xo'p, bular 142 ming so'm chiqyapti. 142 ming so'm. Keyin mana yerda Mahmudjon buni 10 ligi ham bor. Kichikroqi. Qalini 44, eni 10 lik, uzuni 4 metr. Ularda 107 ming so'm qilib beryapmiz. 107 ming so'mdan. Buni ko'proq eshiknomchi akalarimiz ishlashadi, bu turdagi taxtalarimiz. Mana hozirgalik taxta aytdim-ku, chorqirra dedim, mana shu orqasidagi holat. Bir qator bitta syomka qilib ko'rsatib qo'yavering. Mana hali oldiga pardoz qilib, orqasida hali xunuk narsa bas. Xudo xolasa behijolat. Oldi orqasi bir xil. Oldi orqasi bir xil. Ahmadjon mana 3,5 ga 10 lik. Xo'p, qo'llikka ham ishlatsa bo'laveradi. Tom kichikroq bo'lsa, strapilarga ham ishlatsa bo'laveradi. 85 ming so'm chiqyapti. 85 ming so'm, uzuni 6 metrlik. Mana 3,5 ga 11,5. 96 ming so'm. Qalini 3,5, eni 11,5, uzuni 6 metrlik. 100% sasna. 100% sasna. Mana bu taxtamiz hali o'tgan safargi bir vagondan mashq qoldi o'sha. Ancha yengilladi, Mahmudjon. Internetdan ko'rib kelib olishyapti. Mana. Qalini 3,5, eni 14 lik, uzuni 6 metrlik. 116 ming so'm qilib beryapmiz. 116 ming so'm. O'tgan safar ham Andijonda aeroport yo'lda debdi akamiz YouTube'dan ko'rib kelgan ekan. Men syomka qila olmadim. Akamiz olma mashinani oldi. Ustalar ish hozir qoldi. Yaxshi narsa ekan dedi. 2 persep olishdi, xonadonga olishdi. Yetkazib berildi. Yetkazib berdi. Shu joyiga Sardor aka endi shu qatori yana klientlar ko'rib kelishsa, misol o'zlari 500 mingga Andijonga mashina gaplashsa deylik, bizda o'zimiz shopirlar bor, yengilroq beradigan. O'sha kuni o'zlaridan ham gaplashdi, battan ham gaplashdi. Bizdagi shopir arzon tushdi.
Xudo xolasa. Bizda Shoprozdan. Atrofdan gaplashdi, 2 pritsep yukni 1 million 300 minggacha dedi. Battan 1 million 100 mingga 2 pritsepni gaplashdi. Ya'niki akalar to'g'ri biz dastavkasini bepul qilib bera olmaymiz, lekin arzon qilib mashinalarini gaplashib bera olamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Inshaalloh. Boradigan narsa chiroyli narsa boradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana bu narsa ham kelganingizda ko'pchilik edi. Mahmudjon o'tgan safargi videolarimizni. Уже mana sotilib tugayapti. 5 ga 15, uzun 6 metrli. Buni o'tgan safar 2 ga 10 ming so'm chiqarganmiz. 2 ga 5 ming so'mdan tugatyapmiz. 205 ming so'm. 5 ming so'm shu chekirma boshlandi bunda. Xudo xolasa. Xo'p. Mana bu xo'p 41 ga 17 lik to'sirli. 120 ming, 125 ming, 120 minggacha tushib beryapmiz. Xo'p, 3,5 ga 14 strapilalarimiz. Qalini 3,5, eni 14, uzuni 4 metrli sasna. 75 ming so'm qilib beryapmiz. 75 ming so'm. O'zingiz bilan ahamiyatini kelgan videolaringizni o'zingiz ham bitta demonstratsiya ko'ring. Hali nimani birjani o'yiniga o'xshaydi. Ne pasayib balandlab, o'sha mana mayit yo'q. Mana mayitni osib bilan ahamiyatingizni o'tgan safar yongan videoyingizda ko'proq edi. Ko'pgina edi. Mana o'sha pasaydi. Xudo xolasa olayotgan xaridorlar xursand. Yaxshi narsa olyapti. Inshaalloh. Mana mashina 81 mingdan qilib berdik. 45 ga 11 lik, uzuni 4 metrli. Uzuni 4 metr. Quruq taxta, lagiga ham zo'r ishlatishyapti. Keyin mana bu narsamiz bor, Mahmudjon to'silli. Hop. 5 ga 17 listoy. Qalini 5, eni 17, uzuni 4 metr. Listoy. Zavod taxtasi. Mahmudjon buni 165 ming so'm qilib beryapti. 165 ming so'm. Mana buni obzor qilmaganmiz. Bu yangi keldi. Mana o'sha. Bu ham listoy shekilli. Ha. Lagi ko'proq buni lagiga ishlatishadi. Xo'p, qalini 45 lik. Mana. Qalini 45, eni 15, uzuni 4 metr. Listoy zavodniki. Xo'p. Uni ko'proq olinsa 120 minggacha tushib beryapmiz. 120 minggacha. 120 minggacha tushib beryapmiz. 100% listoy. Ichida sasnasi yo'q. Keyin zavod quruq taxtasi. Xudo xolasa. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, bundan tashqari yana yangi taxtalarimiz, reykalarimiz, pol taxtalarimiz bor. Kelaverasizlar, sizlarga qanaqa taxtalar zarur bo'lsa, barchasidan topiladi. Aka, tashqaridan bitta manzilni tushuntiramanmi? Ekranda raqamlar, Sardor akam nomerlari, aloqaga chiqsalaring, manzillarni ham tushuntirib beraveradilar. Tushunmagan bo'lsalaring, narxlarni yana yangilab bir qator tushuntirib beraveradilar. Biz bo'lmasam tashqaridan manzilni tushuntiramiz. Xo'p. Aziz obunachilar, Farg'ona Marg'ilon Sentralniy svetofordan Akvapark chorrahasi tomonga yurasizlar. Akvapark chorrahasiga kelib turib, o'ngga burilib, xudo xolasa 500-700 metr yursalaring, o'zi mana Ko'ksaroy savdo majmuasi. Hammalarni kutib qolamiz. Kelib bemalol arzon narxlarda taxtalarda xarid qilsalaring bo'ladi.